birlikka kelaylik. Qanchalik birlikda bo'lsak biz Uyg'urlar maqsadimizga yetamiz. İnşallah mushu bizdan qilayotgan harakatimiz shu vatandagi lagerlarda qiynalayotgan qarindoshlarimizga bir yelakchilik akasin, bir ozodlik, erkinlik akasin. Uyg'urlar ozodlik! Uyg'urlar erkinlik! Uyg'urlar erkinlik! Uyg'urlar erkinlik! Uyg'urlar erkinlik! Uyg'urlar ozodlik! Uyg'urlar hurriyat! Hurriyat! Uyg'urlar hurriyat! Hurriyat! Uyg'urlar hurriyat! Uyg'uriston! 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 Tanıyor musun? Uyg'uriston! Çekti ya, fotoğraf çekti. Tanıyorum abi ben. Tanımıyorsun. Rahmet. Sen bunu bu akşam bana yollayabilirsin değil mi bunları? Abdullah efendimge çok rahmet. Növbette Dünya Uygur Kurultayı'nınki muavin reisi Ferhat Muhammed efendimni beşke kız sözgü teklif ederim. Assalomu alaykum muhtaram qarindoshlar. Oldindan hammalardan Allah razı olsun, milletimiz razı olsun. Biz bugün bir yerga 20 ga yaqin davlat qarindoshlar o'zimizning milliy irodasini isbotlash uchun keldik. Vatandagi xalqimizdan rishtimizdan uzmaganligimizni isbotlash uchun keldik. Dushmanimiz Kommunist Xitoy hokimiyatiga milliy irodamizdan egilmaydiganligini, sunmaydiganligini, kurash irodamizdan bo'shashmaydiganligini isbotlash uchun keldik. Ham buni isbotladik. Vatan ichida zulm chekayotgan, qon yig'layotgan, Nazi kamplarda azob o'qib chekayotgan milyonlagan qarindoshlarimizning yurak sadosini, ovozini aks ettirgili keldik. Menimcha biz maqsadimizga yetdik. Biz mushu milliy irodamizni bo'ladi ekan bizdan, mushu milliy g'ayratimizni bo'ladi ekan, mushu bugünkidek fidokorligimiz bo'ladi ekan. Avvalalla ishonimanki, biz hamon Xitoy mustamlikchilarining qo'lidan vatanimiz Sharq Turkistonda cho'qim qaytarib olamiz. Yassun Sharq Turkiston! Yassun Sharq Turkiston! Yassun mustaqillik! Yassun mustaqillik! Yassun mustaqillik! Şehitler ölmez! Şehitler ölmez! Şehitlerimizin kısasını çok amalımız! Hammalardan tekrar Allah razı olsun. Növbette Norvegiyadan kelgan Ro'shangul xonim, Robiya xon ana ne sohbatga peshka qiz so'zga taklif qildi. Men pek hayajonlanib ketib qolaman. Hozir Xitoydan jang maydonida jang qilgandek his qilyapman. Mening Robiya Musa onam 84 yosh kirdi, 5-oyning 7-si. Bultu 4-oyning 9-i qo'lg'andi degan bilan ulaymi, tirikmi men bilmayman. Biz pek azoblanamiz. Yalnız bir Robiya Musa onamiz, nurg'un qarindoshlar, mana shundoq yosh bolalar 16 yildan 12 yildan kesilyotdi, yo'qilyotdi. Uyg'urim uchun hammagidan oldin jam qilib meyishqa hozirman. Shundoq shu Uyg'urim uchun men pek hayajonlanib, nima qilishimni bilmayapman. Men onam uchun, vatanimdagi zulm chekayotgan Uyg'urlarim uchun Uyg'urlar bilan uyg'unib bir maqsad, bir niyatda mush maydon kelganim shunday xush oldum. Bugungi mushuni faoliyat o'rinlashtirgan rahbarlarga hammasiga tashakkurlar aytaman. Alloh razı olsun. Men mush onamninki erkin Osiyoda xalqaro ovozim tunutinglar. Yalnız men emas, butun onalar ovozim deganni butun alg'an bo'g'iytinglar. Mana bugun hozir men mush onamni
hiçbir haber yok. Belki sılgımışında azap içinde kanda uxlavatımız, kanda yep içivatımız, nim büyük kılvatımız, özümüz bilmeyimiz hazır tumanın içinde kaldık. Yukarısın kapır Xitay, komünist Xitay'la. Endi ben ayacanlandım, giperini tapamadım. Hem mağlamış Uygurumla, hemimiz uygun ayrı, ben ayacanlandım. Hem mağlaga rahmet, teşekkür ederim. Rahmet. Uygurlar azatlık. Nasıl? Növbette Germaniyadagi Sharq Turkiston birligininki raisi Turg'un Ajim ne so'zga taklif qilaman. Assalomu alaykum. Dunyoning hamma yeridan kelgan aziz Sharq Turkistonlik qarindoshlarim va Yevropalik do'stlarimiz va Türk do'stlarimiz, hammanglar bugungi bu muqaddas bir vazifani ado qilish uchun bu Yevropaning markazi bo'lgan Bruksel shahriga yetib keldinglar. Bu bir nayt savoblik, nayt muqaddas, nayt ulug' bir ish. Chunki insonni qutqizish, insonga qul bo'lmasligini tashabbus qilish bizning dinimizning asosi va tariximizdami ajdodlarimiz buni ijro qilib kelgan. Biz Uyg'ur millatini Xitoy hech qachon pul qilib yo'q qilib bo'lolmaydi. Xitoy hozir mayli aktiv harakatga qatnashgan bo'lmasin, Uyg'ur bo'lganlik uchun u millatni yo'q qilishni planlab hozir nayt jiddiy shaklda ijro qilyapti. Biz bunga chet eldagilar imkonimiz bor. Qanchalik imkoniyatga erisha olsak, qaysi shaklda elib bora olsak, shu bo'yicha buning Xitoy hokimiyatiga o'zimizning mavjudligini ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Chunki dinimizda bir zulmni ko'rsanglar, bir haqsizlikni ko'rsanglar, qo'linglar bilan qarshi chiqinglar. Qo'lingizda kuchingni yetmasa, og'zinglar bilan qarshi chiqinglar. Agar bo'lmaganda dilinglar bilan qarshi chiqinglar deydi. Demak, hech qachon biz Xitoyning bu qilayotgan zulmlarga, bu qilayotgan vahshiyliklarga rozi bo'lib qarab o'tirsak bo'lmaydi. Biz u dunyoda javobini berish to'xtab qoladi. Shuning uchun biz qo'limizdan keladigan hozirgi shunday namoyish va boshqa yig'inlar va boshqa faoliyatlar bizning hammamizning qo'lidan keladi. Hamma tashkilotlar buni qila oladi. Shuning uchun qilyapmiz. Bu hammamizga Alloh taolo buning ajrini inshaalloh u dunyoda berdi va shu bizning qilganligimizning shu ajrini inshaalloh ash xalqimiz shu sababdan bir hurlikka erishsa, albatta biz uchun biz maqsadimizga yetgan bo'lamiz. Inshaalloh Uyg'ur millati bir kuni mustaqil davlatini quraydi. Bunga ishonchimiz komil. Uyg'urlarga erkinlik, Uyg'urlarga ozodlik, Uyg'urlarga mustaqillik. Rahmat. Freedom. 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 China. People die. Turg'un Ajim ko'p rahmat. Navbatda Gollandiya bu namoyishning tashkillanishida, namoyishning uyushtirilishida, undan keyin o'sha tashviqot ishlarida bizningki Gollandiyadagi qarindoshlarimiz, Gollandiyadagi tashkilot, Ma'rif tashkiloti nayt nurg'un yordamlari bo'ldi. Navbatda men Gollandiyadan Obul Qosim efendimni, Isa Qorim efendimni so'zga taklif qilaman. Assalomu alaykum.
bütün Avrupa ellerinden ve Asya, Amerikalardan yığılgan Şarkı Türkistan'ın vafadar perzentleri. Sizlerge Allah'ın salamı olsun. Esselamu aleyküm. Yaxşımısılar. Bugün bizlerin bu yerge yani Avrupa Parlamenti aldığı yığılışımızdaki maksat Xitay zalimlerinin vatanimizde elip berip atkan toxtavsız zulmüge karşı duruş hem halkımızı yıldızıdan yokutuş için yürgizip atkan siyasetinin aldığını tosuş için biz bu yerge yığıldık. Biz yıllardan beri bu zulümni, bu çekitini aşkan Xitay radikallıkını öz ara düşünüp bilip yetken bolsak mı? Hem şunun bilen birge dünya cemaatçilikini bunundan agahlandıgan bolsak mı? Biz dünya cemaatçilikinden bir sükutni körüvatımız. Vahalab ki biz bu dünya cemaatçilikinin ki bu işlaqa sükut kılıp duruşu 1948 yılı 12. ayının 13 günü ilan kılıngan Dünya İnsan Hakları Bayannamesiga xilaf idi. Kırındaşlar. Ey insan hakları davagerleri! Bu bayannamenin birinci maddesi de hem insanın o tuguluşudurlar hür ve hürmetli sazaver yaşaş hakkıga değilmigen miydi? Ey Avrupa Birliği!